Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-bo'limi Ma'muriy hududiy davlat tuzilishi 17-bobida Qoraqalpog'iston Respublikasi 85-90-moddalarini o'z ichiga olgan bo'lib, 17-bobimizda Qoraqalpog'iston Respublikasi haqida nimalar ko'rsatib o'tilgan? Demak, 85-moddamizda suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. Demak, 86-moddamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z konstitutsiyasiga ega, lekin degan yeri bor. Bu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas. 87-moddamizda O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ham majburiydir. 88-moddamizda Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralari uning roziliksiz o'zgartirilishi mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qiladi. 89-moddamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Ya'ni referendum o'tkazish qonun bilan belgilangan. 90-moddamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida tuzilgan shartnoma, ya'ni konstitutsiyaga doir tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan, ya'ni bitimlar bilan tartibga solinadi. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasida nizolar murosaga keltiruvchi vositalar yordamida hal etiladi deb ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.